Onam bilan qadimiy Buxoroga keldik. Shunday qilib Buxoroga bo'lgan sayohatimni ilk kuni boshlandi. Ertalabdan maroqli nonushta qilib, 7 biri Hazrat Bahovuddin Naqshband Buxoriy ziyoratgohiga yo'l oldik. Bu yer qadimiy inshootlari, betakror manzarasi va chuqur islomiy ruhiyati bilan kishini o'ziga rom etadi. Ziyoratgohga kirishda ayollar boshini yopishi shartligi bois, hattoki xorijlik sayyohlarni ham boshida ro'mol ko'rishingiz mumkin. So'rsangiz aslu nasab, mendan zamon farzandiman. Millati o'zbek buyuk soyib qirg'on farzandiman. Ayami hamma joyda tanishlar. Ha, onamni tanishlari faqat Marsda yo'q. Navbatdagi manzilga borish uchun taksi to'xtatgan edik. Haydovchi sizlarni tekinga yetkazib qo'yaman deb qolsa bo'ladimi? Bepulmi bugun? Ha, bugun bepul. Sizni Xudoingizni uyiga ham aytaman. Bepul. Qayerda desangiz men aytaman. Hozir birinchi osh yeylik. Ha, Buxoro xalqini mehmondo'stligiga qoyil qolmasligini iloji yo'q. Shundan so'ng yo'limizni Buxoroning eng mashhur osh markazlaridan biriga burdik. Issiq mazali Buxoro oshini paqqos tushirgan shaharning eng sayyohbob maskani Eskishahar tomon yo'l oldik. Bu yerda haqiqiy qadimiy Buxoro ruhi, milliyligimiz va tariximiz nafasi har bir ko'chada, har bir qadimiy devorda sezilib turardi. Eskishahar bo'ylab sayr qilar ekanmiz, ko'zimga turli milliy cholg'u asboblari, rang-barang mashhur likoblar va nafis milliy liboslarimiz tashlandi. Har bir buyumda Buxoroning o'ziga xos mahorati va qadim san'ati aks etgandek go'yo. Milliy liboslarimiz qaranglar chiroyligini o'rtoqlar. Mana chet elliklar ham kiyishib olgan. Onam esa hech nima olmasa ham savdolashni juda yaxshi ko'radi. Qana bundan beraman, oqi bozli, chiroylari bor. 250 dan qilib beraman, 250 dan. 100 ming bermaydi. Safarimiz davomida ajoyib bir konsertni ko'rish nasib qildi. Milliy folklor, raqs va moda shousi uyg'unlashgan rang-barang tomosha. Konsert tugagach kechki Buxoroni sayr qildik. Kechki Buxoro bu alohida bir sehr, alohida bir manzara edi. Yorug'lik ostidagi qadimiy ko'chalar va shahar ruhi sayohatimizga yanada joziba bag'ishladi. Video yakunida taksichi akaga, bizni konsertga taklif qilgan Fayzullo akaga hamda Buxoro bo'ylab sayr qildirgan va mehmon qilgan Karomat Hasanovaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shunday qilib taksiga o'tirib uyga qaytdik va mazza qilib kechki ovqat tanovvur qildik. Ertaga esa Buxoro bo'ylab yanada ajoyib, unutilmas sayohat kutmoqda.